bu yağlık çıraylıkmıken? Ana. Nerede Nerede? Ana. Çıraylıkken. Ana, siz avval bir neçe qadam meni sınap beqing, ha? Oyoq azodi kelamdika, kemandika. Meni beqing. Putingizni qistimagandi, ha? Ana, qandaq sizga yardimi? Yarıdı. Yarıdı. Ben ekegen ötük anamga yarıdı. Ana, yenila men ekegen yağlık çıraylık. Ya, yenila ben ekegen yağlık çıraylık. Soğuk kılınla. Her amaçı soğuktu. Bek yarıdı. Ana, benim ötüğüm yarı kaldılar. Yarısalı. Beşikma kızım. Hasancan yaxşı mısın? Ana, qaranga. Yengem bugün bek çıraylık bolup ketipti, ha? Ne dikeni? Bugün hammacan hemmetin bek çıraylık bolup ketipti. Nemi degen çıraylık romal bu? Mana bu modluq ötüklerçi tehi. Birinci öktabir dövlet bayram kep kaldı. Mana bula Hasancan bilen Hüsencandan toğulgan günümge atap etpegen soğugat. Ana, bu toğulgan gününüzge atagan soğugat emas. Toğulgan gününüzge ayrım soğugat tayarlavatımız. Ben Hüsencan bilen Hasancan'ı tayarlı hizmetlerini işleşip berişki çakırıp kelgendim. Hazır bir talay adam yolum qarap olturuşudu. Vakit bir yer beripti. Biz mağayla ana. Hoş ana. Ana, hoş emse. Risalet, to'xtab turing. Sizlar menga qandaq esl sovg'at bermoqchi? Bu maxfi. Bu kassizlar qarab. Hey, Fika, biz mağındı. Gözden kızamısın, ha? Ben qandaq qilaman? Bir amal qilmamsan, ha? Hoş. Nemege ko'zim qiziratdi. Nahayt shu qiz do'stim-ku. Sadir. Mana bularni o'g'illarim menga sovg'a qilgan. Nima degan obdan. Ular hozir yana tug'ilgan kunimga atab sovg'a tayyorlayotdi. Sadir. Agar hayot bo'lgan bo'lsangiz, bolalarimiz sizning tug'ilgan kuningiz uchun nurg'un narsalarni sovg'a qilgan bo'ladi. Sadir kelkim içinden kurtulup çıkan Sanju balısı Hüsencan. Dadamın obrazını nahit yaxşı yaptı. Rahmet sizge. Neydi söyle? Bu usulunu nahit yaxşı işlepti. Rahmet. Köpçülük rahmet. Köp rahmet.
Ciddi vazifa. Derhal atrofga qaytinglar. Hasanjon? Ha? Mening nomerimni ko'mamsiz? Afsus, ishim chiqib qoldi. Ha, kelar qatim kerak. Sizlar sahna asrining olib tursanglar, mushnaq kelsanglar qandoq bo'ldi? Biz cho'ng tozlashga boramiz. Bilamsiz. Agar xotirjam bo'lamisingiz, biz bilan birga borsangiz bo'ladi. Salat! Qani chiqing. Mana. Bo'ldi, sizlarga gapim yo'q. Shevinji, qotil jinoyatchi, 42 yosh. Ham qabih, ham hiligar. Osho to'taylarning kottivishi. Shaushong, 24 yosh. Bulanchi ham bosqinchilik jinoyati bilan 15 yillik kesilgan. Mana bu Niyoz, 30 yosh. Mushlishib odam o'ldirganligi uchun o'limga hukm qilingan. Tursun, pravsiz mashina haydab odam bostirayotganligi uchun 5 yillik qamoq jazosi berilgan. Hozir jazo muddati o'tayotganiga 2 yildan oshgan. Yarkölük yaptınız. Yarkölük yaptınız. Yarkölük yaptınız. Bana tuz verin la. Tuz. Korkta. İyi mi kamak sen? Beni koyuver. Benim xotin ballarım var. Benim dadam var. Ben sizlerge pulaka vermem. Beni koyuver. Beni koyuver deymen. Beni koyuver. Ağladın mı? Medirlama, ok çıkama. Çıktık. Hemmimiz birlik kaçıp çıktık. Hem de birbirimizi tırtanıp ok çıkarsa kandak olurdu. Tüfe. Sen qaytib bağının bilen Ceyheydi arasıga seni boş koyuyor mu? Hı? Sen sırtıq işlege çıkıp öykü qaytatqa adam emas. Sen degan kaçkon cinayetçi. Bunu düşünem sen. Ular asmanı tor yeri kapan kopusunu saklap oturdu. Xotinini sığıngan bolsang, berip ko'rib kelsan bo'ladi. Lekin cho'qim ehtiyot qilmasang bo'lmaydi. Tez berib tez qayt. Ma'qul. Tushundingmi? Tushundim. Ular seni tutib olsa, jazoni to'plab eg'ir tutadi. Uyaga borgandan keyin beliq kavobchi og'zini tepib, uningga mening kelganligimni aytib qo'y. Ha? Ma'qul. Ma'qul. Qasam ishga jur'at qilaman. Alloh nomidan qasam qil. Siz berib siz qaytsan. Bizga sotqinlik qilmaysan. Mana bundan desam qasam qil. Ha? Nani da deyalabsan. Bo'ldi desang.
Esingde bolsun. Tushunki soat 4'te hammamiz to'g'riliq yig'ilamiz. Chevindi, agar bu abla qaytib kelamasa, biz hammamiz bir aqli tugashmaymiz bu. Og'zingni yum. Amiz aytaqana, nimada o'tkitimiz, ha? To'rt tarafdagi yo'llarni hammamiz qamal qilgan tursa, birodarlar o'zaro maslashib bir mashina topmasak, bu yerni ushib ketalaymizmi, ha? Baya atraf boshlig'i Emin jinoyatchilarning ahvolini ko'pchilikka tanishtirdi. Ko'pchilik shunga diqqat qilinglarki, bu qadam vazifa intayin muhim. Davlat bayramiga faqat 2 kunlik qoldi. Mo'shu 2 kun ichida yuz bergan har qanday kichik ishni cho'ng ish qatori tonish lozim. Yuqorining ko'rsatmasiga asosan davlat bayramidan ilgari bu jinoyatchilarni cho'qim qo'lga tushirish kerak. Hammacha, anlana, men vazifa borligini famlagandim. Hasanjon sizni ansirab qolmasin deb cho'ng tozalashga bordik ekanmiz deb meni aldab qo'ydi. Meni ansirab qolmasin demay, balkim sizni ansirab qolmasin degandi. Hammacha. Bundan keyinmi men sizlarning mudofaa xalqininglar bo'lishga rozi, ammo bir ish to'g'riliq menga bersiz. Hammacha, qani ta'ziring. Men cho'qim va'da beraman. Har yil 1-oktyabr kuni bizning uy qurboni itkidimi deb avatlashib ketadi. Hasanjon, Husanjonlarning idorasidagi yigitlarning hammasi keladi. Yana dadasining burunqi sardoshlarini keladi. Keladiganlar bekchi. Nimanchi ko'p pechinlar bu? Har bir odam 2 kishilik deysimi, yeb tugatamidi. Qo'ydim balkim 3 kishilik yeb qolamizmiki? 3 kishilik? Onun bir kishiligi siz bilan Hasanjonning. Hammacha, sizning 2 o'g'lingiz bor-ku. Hasanjonni unutib qolmang. Shundoq. Ammo bizning Husanjon Hey, sizlar yoshlar nima deytinglar? Ha, ras, nishoni bormi, yo'q deysizlar. Ayting, to'g'rimi? Hozir bo'lsa, kecha-kunduz xiyolim mushu ishtila. Sodil xotirjam bo'lolmayman. Hey, Husanjonga muvofiqroq biror obdan qiz sonishtirib qo'ysangiz bo'ladi. Hammacha, annisi o xanzi o'g'lingiz o'z kelib mendan iltimos qilsin. Ma'qul. Men cho'qim oldingiz Husanjonni avatdiman. Hasanjonmisiz? Menga yana ochliq yeb kelibsiz-da. Agar Hasanjon bo'lmasangiz, andaqda cho'qim Husanjon kensiz-da. Men shu 2 kun ichida sizlarni cho'qim keladi deb faraz qilgan edim. Siz kim? Siz zodi kim? Dada, bu men. Oğlunuz Tursun. Tursun mu sen? Dada. 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 Ben sizni cevap koydum. Oğlum. Tursun, qanday kirdin? Men uyda odam yo'qmikin deb to'nlikdan tushgandim. Qechib kelmagansan? Men Hey. dada. Meni dada degichi bo'lma. Mening sendek oğlum yok. Sen mashina haydab odam bostirib o'ldirding. Buning uchun Allah'ın cezasını tatmağın berhaq. Sen nima uchun emgak bilan o'zgartish maydonida obdan o'zgarmaysan? Mening bu qitim ifodam yaxshi bo'lg'achqa hukumat sizni yo'qlab kelishim uchun menga 3 kunlik ruxsat bergandi. Meni aldatmaydigansa, dada.
Ben sizni neymiş kaldık ben. Dada, bana qarang. O isbotnoma. Hökumatdan bergan isbotnoma. Andaqdi yaxshi. Andaq bo'lsa bo'pti. Dada. Bu kavapni sizga bergandi, ha? Kavap? Bana kavap ep kepsen de. Mezuniyet pişip de temlikken. Lan küçük bayrakla 8'li bir ha? Aç oldum bir de. Oy, Halik. Assalomu alaykum. Halik, so'zing bor ekan-ku, bu 5 yulduzlik bayroqdan yana 2 mashina tushirsanmi birdan siltib ketdi. Yaxshimisiz? Davlat bayramida hamma o'rinlarga davlat bayrog'i esildi emasmi, ha? Yaxshimisiz? Yalnız idare o'rinlandi otasi. Men degan uyimning ish pishib asman. Davlat bayramida bizning ko'chadagilarning hammasi davlat bayrog'i asmoqchi. Ko'pchilik vatanni so'ysa, men vatanni so'yman. Bilsangmi, men noylik hukumatning mushmalni bozorga silishni iltimos qilganda bir tiyimi foydalanmayman degan. Kim bilmaydi o siz allaqachon foydani etib bo'lgansiz, ha? Saat echuvchisining barkiti, ko'pchilikning baxt omidi. Ko'pchilik bu yoqqa kelinglar. Vazifa bor. Boya yak tijoratchi xalqning dokladini topshirib oldik. Uning oq ranglik jip mashinasi bulab ketilibdi. Mashina 1-nomerlik tosh yo'l qarab menibdi. Bu ishning ilk 4 jinoyatchi bilan munosabati bormi yo'qmi, buni muayyanlash tugul bo'lmaydi. Shundaqdimi ofatning oldini olish kerak. Hasanjon. Bak, Hasanjon. Bak, Kerim. Bak, uchinglar darhol ularning oldini to'singlar. Hop! Işıklarının kuluğu düşkünümden özü, benim nesbas kallıkta. Rabia! Oy Rabia! Ver durma, ver durma. Hanım dostunun lampaları. Rabia, siz bu. Lazım etkilerini size yokuşturun. Biz öykü kaytayını. Demiş gitme. Soğut bir optan bulamazsa öyle Kim gitmeyin. din boldu? Odık ketkinizden qaraganda kendinizden böğrü qo'llab kelayotgan alışmanda. Demesang lama böğrü baki. Xabarыңlar yok mu? Bu böğrü intayin yaman böğrü ki. Bilmemsizlar? Uch quduq tarafga emgak bilan o'zgarish maydoni bor ekan. U maydonda bir nechta tarmoq atraf bor ekan. U atroflarda jinoyatchilar bor ekan. Ularning ichida o'limga hukm qilinganlar, o'lim jazosi kechiktirilganlar, yana muddatsiz kesilganlar, muddatli kesilganlarmi bor ekan. Shunda muddatli kesilganlarning 20 yillik, 15 yillik, 10 yillik, 7-8 yillik ish tushilgan bormi? Bilmanglar, xabaringlar bormi? Tungi shiyatchi jinoyatchining ishidan 4 odam qich bizni nayimiz ketdi. Ular badanlariga portlatgichlar kiribdi-da. Ya'ni qo'llarida avtomatmi bor ekan. Avtomat? Ey Robiya,
Qaytaylik. Ezi, man qarang, siz shamol chiqqanini ko'rsangiz yomg'ir yog'di deydi ekansiz. Siz degandek uncha bola dahshatli emas-ku. Yig'ishtirig'ingiz bo'lsa yig'ishtiravering. Biz bir kechki bozorga boramiz-da. Yig'ishtirsangiz o'zingiz yig'ishtiring. Biz kechki bozorchimiz. Faqat noillik chexe idorasining verskisi joyli bo'ladigan har qanday yomon odamlarni qochib qutulamaydi. Men so'zimdan shunda qo'rqinchoq ekan shu. Buni. Kelinglar. Bir ahvol baba. Av ikki balığı qarag'ini. Dadisi bilan shuncha qo'shal ketyapti. Agar dadimiz bugungacha hayot bo'lgan bo'lsa, qanchalik baxtli bo'lgan bo'lardi. Lekin o buzruk vardı. Men uchun o'z hayotini qurbon qildi. Uni bir haqiqatmi ko'rib olamadim. Agar ikkimiz Mo'sha to'rt jinoyatchini tutib davrimizni qo'g'day olsaqlar, shuni o'z dadimizga bo'lgan sevg'inishimizning eng yaxshi ifodasi bo'ladi. Qanday dedi? Ana, sizin gapsizda? Kasalet işkimiz devlet bayrağı alaylı deb çıqqan soq. Bayram günü işkimizge esip qo'yaylik deymiz. Menimcha, yanıla anam atrofga o'ylaydi ekan. Anam bizni bekrak vatanparvar ekan. Qara seni, anamga yana xushamit qilyapsan, ha? Sening xushamitingchi. Hammasini yangamni uchirishda ishlatyaptingmi qanday? Husanjon, ko'zim askikansiz. Husanjon, ishkanglar qalayimqan gap qilib risolatni ranjitib qo'ymanglar, ha? O sanglarlik deb berishga ma'qul bo'ldi, Jumo. Risolat, Husanjonga og'zim aymoq qizdan birini tepib ber, ha? Mana nere? Ana, u yana meni mo'za qilyapti. Qilmanglar. Hadi bir. Ana, Husanjon ikkimiz hozir Turg'un boyning uyiga uni olib kelmoqdik. Siz Risolat bilan Haridanın uyiga yo'l qo'shib. Ana, Tursun shaytonning kayniga kirib, emgak bilan o'zgartish maydonida qechibdi. Bola. Tushundim. Agar Tursun rostdan yoshirinchi uyiga keladigan bo'lsa, xotini uningga o'zini ma'lum qilishga nasihat qiladi. Hadi geldim eşimle kaldım. 97. Baba, pişirdiler mi? Yaxshimiz. Paga, yardım şey mi? To'lqon, qo'li yumshoq, obdan bola bo'ldi. Darsdimi o yaxshi? Bu sizning tarbiyangiz. Ishik chekyotdi. Hasanjonlar men uni ib keldi-ku deyman. Chapsan ishikni och. Ishikni och. Ular kirsin. Dada. Men ular bilan ko'rishdan xijil bo'ldi ekanman. Ishni siz eching, meni yo'qtab qo'ying, ha? Buva! To'lqon, bo'ldi chaqirma. Buvaning ko'zi ko'rmaydi. Men o'zim ochay. Buva! Farida, qarang kim keldi? Yaxshi o. Musaxonachim boya uni qechib kelganligini menga aytgandi. Ishongim kelmay ko'rib qaydab kelsin. Bu Rost shunday ish bo'lishini faqat o'ylamabdi ekanman. Tursunning ifodasi yaxshi bo'lg'achqa, Turmudin 3 kunlik damlish berib, bayramni qo'yib beribdi. Uni isbot qog'ozimi bor ekan. Isbot? Nima isbot?
Akilanga ko'rib boqay. Balam, ispat qog'ozingni kelin qizimga bergin, ha? Men rost qochib chiqdim. Sizlarga yuz kelolmayman. Men sizlarni bek sig'indim. Dadamni, seni ham o'g'limni sig'indim. Sizlarni bek ko'gim keldi. Hukumat yuz kelamsiz. Musaxon achamning uydagilarning bizni qilgan g'amxo'rlikqa yuz kelamsiz. Yuz kelamsiz. Ailemizdagilar yuz kelamsiz. Siz nima uchun men bilan bolangizni o'ylab qo'ymaysiz? Acaba Asanjanning ailedagilarning bizni qilgan g'amxo'rligini unutib qoldingizmi? Siz rostini vafoga javob qilmoqchimi? Sizlarni bek sig'inib ketdim. Zodila sabr qilolmadim. Şonda teştirdingizmi bola? Ahvol bo'lgan. Aldırma. Avvaldan kirib kuzib chiqay. Yanılı men kiray. Voy, imonchilik kuchab ketsan. Misha turib. Meni qo'da. Turg'un chondada. Biz sizlarga ochiqib kelgan. Dada. Tursun, gapimga quloq sol. Men sana 10 minut vaqt berman. Obdanroq o'ylanib baqdin. Chiqib o'zingni ma'lum qilmasan, o'chog'da mendan og'rinma. Seni o'zim topshirib beraman. To'lqon, Farida, buni obdan qaranglar. Dada, meni qo'ybat. Dada. Farida. Turg'un chondada. Biz sizlarga unib kelgan to'q. Qanday? Tallari salomat tug'anda. Jon jigar eningiz Husanjon bugun kelmagan o'xshamamdi. Turg'un chondada uni seg'inib ketdimi? Sizni tez kelmaydi keldi. Doim meni ko'rganda uni seg'inib ketdi ekanlar. Chondada rost gapni qilsam, bugun jiddiy vaziyat chiqib qoldi. Asli unni prikazishdan avat beradigandim, lekin xotirjam bo'lolmay, unni o'zim ep keldim. Men tushundim. Chondada, men bu unni uyga kiritay. Asanjon, soatingizga qarab yiqing. Chondada, soat hozir dal 2 bo'ldi. Bir ish bo'libdi. Yana 10 minut turib turing. Bo'ldi, uni saqlamanglar. Tursun o'zini ma'lum qiladigan bo'ldi. U faqat dadasi bilan bolasini seg'inib ketib bilan mushundaq ahmoqona ishni qilib qo'yibdi. Hukumatning uning kamchilik qilishini so'raymiz. Tushundim. Xotirjam bo'ling. Tog'a. Dadam o'zini ma'lum qildi juma. Tushundim. Asanjon mı ketdi? Men bildim. Onu ep gitinglar. Asanjon, obdan qilsizlar. Sizlar yana xizmatga ketdinglar. Boshliq, undaq demang. Tursun o'zini ma'lum qildi. Bu qandaq motivi bo'lsin? Tursun o'z vaqtida non desep qasam ishkankan. Shunlashqa u hozirgi topshirmadi. Ammo mashina o'g'irlagan heliqa Avot Shevinjaning yaqin do'sti ekan. Ammo u hammani topshirdi. Maishni qaramamdigan. O'ylamagan yerdan xizmatga o'sib qoldik-da. O'tiringlar. Qo'lda. Boshliq, atraf boshlari, bizga vaziyat topshiringlar. Men idora boshlig'iga doklad qilgan. Vaqt sizlarga vazifa o'rinlashtirmaymikin deyman. Chunki
Sizlar yozgan Tang'itaq muhabbat nomli usulliq konsert noyimizning adabiyot san'at kechiligiga qatnashtirilgan nomer bo'lib tanlandi emasmi? Shunday qilsin bo'pti. Biz o Tang'itaq muhabbat degan nomerimizni onimizga beg'ishlash, otimizni aslash uchun yozgandik. Shuncha zo'r vazifa turgan edi. Bu bir nomerga bog'lanib qolsak, buning nima ahamiyati bo'lsin? Shu emasmi atrat boshladi. Qandaq? Ular o'kti qobida deymidimmi? Tursunning o'zini ma'lum qilishi. Avutning mas'ul topshirig'ining o'zila bu bir zo'r bo'sish. Lekin yana 3 qashqun jinoyatchi bor. Ular intayin vahshiy. Biz ularni cho'qib tutishimiz kerak. Hasanjon, Yusanjon. Ishkinglar idoramizga bir jup xanjar. Halqiliq paytlarda xuddi futbol maydonidagi erkin hujumchilardek bo'lishlar kerak. Tushundinglarmi? Tushundik. Hozir 3 qashqun jinoyatchi kutib olishni saqlab turibdi. Andaqda biz ularni kutib olib boraylik. Geldi. Arasam ama. Bir adam başında düşmedi o. Otursun bizge haramzat bize. Tez. Bir neyse koçunu uçukturur ama. Şimdi şöyle bilip mali. Tez. Dokulat etaret başlığı. Toğraqlıqda hech qanday shart yo'q. Mototsiklning ovozi anglanmaydi. Darhol qilinglar. Darhol qilinglar. Tushundim. Har qaysi etaretlar diqqat. Otlinglar.
Tez bol. Hammacha, to'xtab qoldingizmi? Nima bo'ldi? Yo'q, bu yoqqa keling. Hammacha, durust o'ynayamidimmi ya? Hasanjon nima degandi? Sizga o'xshamayotganim degan. Shundoq. Sizdek yosh, hozir turmushimiz yaxshi. U chaqdagi ahvollarni ifodalab bergidek ta'siriyatingiz yo'q-da. Hammacha, undaqda qanday qilsam bo'lar? O yili Hasanjon bilan Husanjon tex bir yoshga to'lmagandi. Menmo endi 20 yoshdan halqagandim. Ikki bolani yudib yurib, har kuni herib charchab japa tassammo, lekin ko'nglim bek xo'shaldi. Keyin asta bolalarım cho'ng bo'ldi. O ikkisi intayin rayish bo'lg'ashqa, buningdan ko'nglim bekmi tasalli topatdi. Shunga shuncha japa mushaqqat ichidimi sizga o'xshash hasratli chiroy bilan yurmagandim. O'z vaqtida ko'nglinizda faqat ikki o'g'lingiz bor. Barligingizni shularga berishlab, ularni obdan beqib, tarbiyalab o'stirishni umid qildingiz. O'z qayg'u hasratlaringizni tamoman bir yoqqa qayirib qo'ydingiz. Shundaqmi? Buni bir yoqqa qayirib qo'yish deganimi bo'lmaydi. Faqatla o'z ishlarimni o'ylig'idek vaqt chiqaramadim. O'z ishimni o'ylig'idek vaqt chiqaramadim. O'z ishimni o'ylig'idek vaqt chiqaramadim. Qanday o'ynashni endi tushundim.
Aka, avayla. Canından toydun mu? Allımadı sprey hadisiki usursan. Anam bile risaletke. Neymi deyme? Ha? Buyur. Aka, bunda kısam bulmaydı. Aka, bu zehirlik. Zehirli pamığı yine. Bu ne cerayetini çıkıp koy. Yaxşı mı sen? Maqtab ketding. Bir nima bo'lmasa. Yo'q, hech nima bo'lmaydi. Ka, sen de hayratçı mı? Oy, Hasanjon, Husanjon! Töt qaçqın jinoyatchining ikkisi joyini topdi. Endi Shivinja bilan Niyoz qoldi. O ikkisining qechib bag'dak yer bo'lmagan ahvolda noyimizga yo'shirinib kirishi ehtimolga to'limi yaqin. Ko'pchilik shuning diqqat qilinglarki, bu ikkisi intayin qabiy ham hilgar jinoyatchilar. Bo'lib mundaq ahvol ostida ular har qanday yomon ishni qilishdan yonmaydi. Shuna zimmamizdagi vazifa intayin eg'ir. Yuqorining buyrug'iga binoan agar bu ikki jinoyatchi yorqilga yo'shirin kirib olsa, davlat bayramidan ilgari cho'qim qo'lga tushirishimiz kerak. Yig'ib aytganda bizning yana bir kecha kunduz vaqtimiz bor. Jinoyatchilarni tutish vazifasini cho'qim o'rinishimiz lozim. Eğer hiç kablaxını tutamazsak, anamın tuğulan gününü obdan ötküzemem. Sen kirib anamni ko'rib chiqqach, ahvolni uningga aytib qo'yarsan. Balkim u ansirab o'ltag'andi. Anamni xotirjam qilay desang, o'zing kirsang bo'lmadimi? Ajiba tushunmas bo'lib qoldingmi? Ikkimiz vazifa o'tashga chiqib ketganda, sening risolating onamga hamroh bo'lib qolmaganmidi? Unda husning bo'pti. Bo'pti. Amsa men kirib risolatingni onamning hujrasidan qo'g'dib etay. Ondan sen onam bilan paranglashqin, ha? Sen kirib qo'g'lab o'g'icha, o'zimni kirib qo'g'lab chiqarib o'tay, ha? Aka, belikimning yarlanganligini onamga hargiz deyman, jimi? Aytib qo'yman. Onam seni aram ol deb so'rab kirib ketsin. Deb baqa qani. Ana, tek okulmadınız mı? Vallahi qaytib keldi. Vallahi qaytib ketdi. Ana. Ya oğlum, kireyver. O'sanjon qani? O çarlap süreydi. Biz xotirjam bo'lanmay, sizni ko'klik egan. Manga risolat hamra bo'lyotdi. Uning ustiga o'zim yolg'iz bo'lsam hech qisi yo'q. Risolat ochiq ko'ngil qiz ekan. Sen ishingga beriver, xotirjam bo'l. Balam, O'sanjon ishkanlarga tuxum pishirib qo'ygandim. Mauni sen ye. Mao ikki talni ukangga og'ach bag'in. Kim berib qo'ymajimi? Ana, mo'shi gapni davatqiningizga 20 yildan oshdi. Men shundaqmi qilamanmi? Ukang ziyon tatib qolmasin deyman, ha. Chapsan bo'l, O'sanjonni saqiltib qo'yma. Men bolam. Xudoga omonat. Ana, risolat deydigan ikki his-gapim batdi. Risolat. Bir ish bormidi, hammacha.
Bilmedim. Ne buldunuz? Beni sevmezsiniz. Eskiligini. Çak koydum. Risalet, ben tehi anamның halını xabar ele otqunuzga rahmet etmedim. Bu qilishga tegishli ishim bu. Hay. Hüsencan ishkinglar saydak bir-biringlarni keyindan qolmaytdinglar. O nemish ekanmidi? Bir ish bo'lmagandu. Hüsencan zahminlib qoldi. Hozir sirtimini saqlab o'tadi. Risalet, buni anam bilib qolmasin. Bo'lmasa ansirib qoladi. Tushundingizmi? Eg'ir emasdi. Eg'ir emas, yarisi yenik. Hey, anamning tug'ilgan kuniga tayyorlayotgan sovg'a qanday bo'ldi? Atta, xalq teatrida repetitsiya qilamiz. Ey, vaqtim chiqsa, cho'qim boraman. Men mangay. Ana, men ketdim. Xo'sh bolam. Men bo'lay. Ehtiyot qiling. Lağmen buyursa kaysınlar. Kaysınlar lağmen buyursa. Bu ablah çoşqanda qıplı ko'zdan g'oyib bo'ldi. Onu tutamısam Hasancan bo'lmay ketay. To'g'ri. Men uni tutamsam Husanjon bo'lmay ketay. 25 yılның алдыда Hasanjonning dadisi vafot bo'lgan chog'da men sizdan atlik batdim. Hasanjonning dadisi kelkundan qutqizib olgan Xanzo bolasi Husanjon bilan Hasanjon uchimiz birga yashab keldik. Hammacha, nima uchun qaytiyatlik bo'lmedingiz? Ikki boladan xotirjam bo'lolmadim. Hammacha, to'limu azob chekibsiz. Mening Hasanjonni azobga qo'yg'im. Bo'libmi Husanjonning diliga azor bergim kelmadi. U yon o'ylab, bu yon o'ylab azobni o'zimni tortay dedim. Keyin heshimni cho'ng'iyvergan siri bu ishlarni o'ylamaydigan bo'lib qoldim. Hasanjon bilan Husanjonmi o'sib cho'ng bo'ldi. Agar baxt deyish to'g'ri kelsa, mushuning o'zila men uchun zo'r baxt. Men hozir faqat baldorak Hasanjon ishqonlarning beshini qo'shib qo'ysam, Husanjonni baldorak o'ylab olsam deydigan orzuyimdi bor. Hammacha, bu ishlarni so'rmasam bo'pti. Kechiring. Dil yaringizni qo'zg'atib qo'yibdiman. Bu dil yarisi emas. Buning nimaligini o'zimni aytib bermayman. Balkim sizmi keyinchi bolalik bo'lganda tushunib qolasiz.
shu chaqda tushunib qolasiz. Hammacha cho'qim tushunib olaman. Tushunib olaman. yaxshi. Hey. Bunchalar obdan narsani sen qachonlar bu kim qo'yganding? Mening iliq og'aylarim bu yerda astola ish davratmoqchi bo'lgan. Biroq ular bir nechisi bir yo'llar to'g'ri qoldi. Bu narsa ulardan qolib qolgan. Men bu narsani ishlatishni bilmayman. Men degan bu narsani obdan ko'raman. Bugün rasa mazı qilib bir go'shib oldigan bo'ldi. Shaharga boramdiq. Shundoq. Buni kutmagan yerdan chiqish deymiz. Agar ular bizga chiqilmasa, bir amal qilib mashina tepib g'arib qochamiz. Agar bizga chiqilib qolar ekan, u chaqda hech kim tirqamaydi. Obdanroq kun ko'ramizmikin deb jon chiqib ketib chiqsaq. Hey, Tursun degan haramzada hammasini buzdi. Hasanjon, O'sanjon degan saqchilarmi bizni hadisi o'limli qistavatdi. Mujikoni qabristonlik tamtirab yurish kunmi degina? Hey, bo'lmaydi. Mazaliq qilsang, qattiq yomon bo'ladi. Qabristonlik yashidim deb hojat qildik, ham topolmay yurdik ekamizda. Hey. Sende. Ana, qarına, o adam kim o? Siz kim o? Yaxshimsizlar? Nim bo'ldi, Farida yenge? Meni tanımadingizmi? Niyoz? Qarang. Mana tag'am bir anglapli ovozimdan tanib oldi. Men yosh vaqtimda ovchilik qilatdim. Har qanday vahshiy hayvonning ovozini farq eta olmayman. Tag'am qoltisi yumurliq deb qiladi ekan. Tursun qani. O'tirgin kelganmi? Dadam o sizlar uni bir odam bilan mashina tepib kelishga avatib ekansizlar-ku. Farida, sen beni aldayman deme. Eğer Tursun tatqınlık qilmagan bo'lsa, soqchi idorasidagilar nima uchun bizni izlab to'g'riliqi bordi, ha? Ana! Dolqonning bir tal moyig'i cheqilib qolgan. Qo'rqmanglar. Albatta mening uni o'ldirish niyatim yo'q. Niyoz, sen zodi nima qilmoqchi? Hoji kantiqni chiqmadi. Avval tam, ondin kalam. Ma'qul. To'lqinni qo'yib et. Men sana chayroq sot chiqay. Mana endi aqlingni topdim. Balamga chiqilg'i jo'mma. Sen erkek. Tez bo'l.
Zarkosk bilan aroq keldi. Ha, mana kebab kel. Yenge, bana emre boğun. O ig'ir zaxlanibdi, tomirning so'qishim asta ketibdi. Tez qutqizinglar. To'lqin, yig'lama bolam, yig'lama. Yig'lab, ko'zingni kadin chiqarib olsang, kitob o'qiyamaysan. Tamoq yevag'in. Husanjon tog'ang bilan Hasanjon tog'ang sening intiqomingni og'ili ketdi. O mal'ullah qechib qutulamaydi. Tamoq ye, obdan bolam. Tamoq ye. Yig'lama, ha? Obdan bolam. Men seningdek bolalarni yaxshi ko'raman. Anangni doktorlar jiddiy qutqizib atadi. Sen mening qishimda bir necha kun turg'in. Biz degan urug' tuqqan tursak, gap angla, ha, obdan bolam. Kim? Qo'rqib ketganini qarasin. Bosh gap qil. Sirtda saqchilar bor. Boya Hasanjon bilan Husanjonning qo'liga tushib qolib tas qoldi. Hey. Men baribir o'laman. Qasqan shapkalik birisini o'ldirdim. Ha? Nima? Saqchini o'ldirdingmi?
Hey, bana vaxtını doğrulab be. Adem köpçeye kapırıp patladı mı? Ola sarasında kalgan peytin paydılı keçip gitimiz. Yaxşı. Taz bolsan gedeniz boda tükep saat 2'ni to'g'rilab qo'ydim. Hey, partlash vaqtini uzoq to'g'rila. Xotirjam bo'l. Mening unda asar o'ligim yo'q. Chatoq yo'q. Belini kaçkın cinayetçilerin tehdit telefonu kabul kıldık. Saat 2:20'de kararlılık bomba patlaydı ki. Biz hemimiz hareket edip dört yol kanadına abalığını oluşumuz gerek. Bomba varken, kalık teatrı var öyle. Kes! Aka, onu tok tutuşunu bilemse, ben onu öğrenip melli kılay. Ne to?
yaxshi oldu. Kazandı. Nerede? Sen de karım kelsen. Nemizge yakın kelsen. Tesadüfi partlap ketken bolsa men bilenlik etmeyin. Sen mi birlikte üşettin? O çağda adam kadar yaşaydı o. Torgun babayla başkasımı katlık zahminlipti. Feride'nin oyusımı ağır zahminlipti. Her ikisi ciddi kutuluş arkalı xatardan ötüp gitti. Lekin bir mezgil doktorxana yapmış bulmaydı. Başlayaq. Ben çokum yaxşı adam bulumen. Oldu, orna unuttu. Baydadan muşluk kelgende birinci sözüla meni yaxşı adam bol dedi. Hazır hükümet şunu ma'lum qilaman. Biz keşif çıkan çağda Niyaz kavrsallık yoşurunu boldu degetti. Ula çokum kavrsallık yoşurunu oldu. Başlık ben çokum yaxşı adam bulumen. Ben Niyaz deyim. O namkıfı sen partlattın da neni partlattın? Seni askeri kılıp beni bu partlat ölsün dedim ekin de partlaş vaktini onun kendi sürüp koygandım. O bombunu ben namkıfı torda koygandım. Hem de konu uğrumuzunu kaytanmaydıgan bulduk. Kanda kılılık bir yerde ölümü tüketanmayımız de. Hem de şu bir amal kaldı. Ata devlet varmış. Biz ulanı konu unsunu biçit kılıp ettik. Ular çokum ölüm aldırki halcılığını kıldık. Ata tan sağırdım burun ulanı cezben tutuşumuz gerek. İşkinler cinayetçiler bilen kök etim tutuştular. Hoşçar bolşanlar gerek. Ulanın öç ilişkide saklamış için buna kılaydı. Sizler sert çıkmayı, öyünlerini saklanlar. Hop! Yoldaş Sadır, Kelkin aptıdan kutkuzuş hizmeti üstüde kurban boğalık üçün inqilavi kurban deb tasdiqlandi. Dolqon, men boldum balam. Mama, men çoğ boğanda saqçı boluman. Yaraysan. Ana! Ana! Qarana, şunda obdan geldi. Bu üzümden qarana. Yerden üzülge. Yaxşı. Hem. Bunu ağaç etdi. Bu Sencan qarğana seni. ana, o daim beni bozda qıldı. Men alay. Avaylama. Süt. Tebrikler. Ana, siz pek yaxşıcı mı? Hüsencan, senze bu hoşametçi micazını kaçamı özgürtersen. Elimi anam sana amarak koy. Ana, qarana onunla. Tamaq yağıdı. Bu, yani beni terik duruvatıdı. Sencan. Oye, Sencan, astrah yigin, yana ba. Toğa, öz adamlarını tutaldınlar mı? Yo'q, texi. O ablaqlarni tutish uchun nurg'un soch tog'larim ketdi. Undaq sizlar buvam bilan onam uchun qisos olmamsizlar? Buvam bilan onam texchi doktorxonada. Ularni pek sığındım. Pekmi sığındım.
Bo'ldi shig'lama, tag'inlaring tamoq yeb bo'lib, o munofiqlarni tutqili boradi. O ikki ablahni tutib, buvang bilan onang uchun qisas oladi. Shig'lama bolam. Bugun ikkalarining uyiga kelishga vaqtinglar yetib qatdi-ku. Ana, bugun vazifani uyda o'rinlaydigan bo'ldik. Neni ishqa? Ana, idora boshlig'i ikki qochqonning qisas ilish uchun kelishini ko'z tutib, shundoq buyurgan. To'g'ri, shundoq. Qeyni ularning kelganini ko'rib boqay. Sizlar ishinglarga beraveringlar. Ularga o'zim taqabul tura olayman. Ana, bu boshliqning yaxshi ko'ngli, uning o'ylaganlari ortiqcha emas. Sizlarda odam yetishmaydi-ku. Uyda o'ltirib nima ish qilasizlar? Ana, bizning uyda o'ltirishimizmi rahbarlik o'rinlashtirgan vazifa. Shundoq. Zodi qanday vazifanglar borligini bilmayman. Chiqilib dadanglar hayot vaqtida bundoq vazifani faqatla o'tab boqmagan. Agar munofiqlarni tutamasa, oshnan gilidan o'tmaydi, uyqusini kammaydi. Sizlardek uyda o'ltirib saqchilik qiladigan ish nada bor ekan? Qanday qilamiz? Risolat. Bir seliq ishga ablahni xalq sud sarayida ko'ribdi. Saqchilar shu yoqqa ketibdi. Tez bo'linglar bolalarim. Ana, ehtiyot qilib. Xotirjam bo'ling. Ana, Risolat, nafas olinglar. Tog'a. Nima bo'ldi? Yeni qablaqlarni qurol borkan, ehtiyot qilasizlar. Aman bo'lg'aysiz. Aman bo'ling. Xalq sodi sarayına qadam tashrif qilganlarni qarshiladi. Sodi sarayini davlat bayrami markazida barliq tovarlarga nisbatan bahoda e'tibor berdi. Diqqat, Qashqullar sud saraydan ketibdi. Chorlig'ichlar davomli chorlash et beringlar. Nishon sezilgan hamon barliq kuch uchoqqa qartilsin. Ahvol mana bu shundoq. Doklad boshliq, bizga vazifa topshiring. Men sizlarga vazifa topshirgan-ku. Boshliq, telefon. Voy. Bo'ldi. Shundoq bo'lsin. To'plab boshliq. Bizmi qo'g'lab tutishga qatnashimiz. O'zim besh og'zimga tushib qarab o'tirolmaymiz. Boshliq, bizni onam qo'g'labdi. O bizni dadanglarga o'xshamaydigan sizlarda tanqid qildi. O yana uyga saqchining keragi yo'q deydi. Bu İşini asla. Kim? Disakan aça, işini asla. Hasancan var mı? Siz kim bo'lasiz? Ben Qashqullarni ko'rdim. Shunga alayda ma'lum qilib keldim. Bakırma. Ürünü çıkartarak boşa içip taşlayayım ben.
Hüsencan. Beni koyuyorlar. Ben avuşken. Hozirgi ahvolni qaraganda Mustafa Atimning ahvoli xatarlik emas. Agar qaranliq qilgan bo'lsang, jinoyatchilar vahshiyligini qo'lga olib. Hüsencan. O'zingni besib olgan. Hatret başkanın dediği doğru. Biz özümüzü besib olaylı. Sen özünü besib ağırını bilen. Ben özümü besib alamayım. Niye? Sizler korşadı kaldırınlar, derhal teslim olunlar. Hemen kural taşlar. Şevenci. Niyaz. Aytыңlar. Sizlardan nima qilmoqchi? Nima qilyaptiq? Biz yashashni xohlaymiz. Bizga bir mashina bersizlar. Bir mashina berib, bizning ketib o'tishimizga yo'l qo'ysanglar, hech kim hech narsa bo'lmaydi. Bo'lmaydi ekan, bu saqchilarning onasi biz bilan birga jahannam ketadi. Hüsencan, sen bilen karnılar bulmuşsun. Bu işki Yavuz Bör'ünü kaçırıp koymağlar, çapsan yitmağlar. Kila. Ata. Kendimse. Eyte. Misafirhanın canına arı turğun bağımı yok. Kaysam anamdan bir tal moygu çıkılı dikensen. Şunun cinini oğlumun. Hasancan. Sen hatırcan bol. Biz bir xatar jağı berip alsakla. Anamın bir xatarlığı kefalat kılırız. İşte. Şirinci. Gepimni anla. Anamni koyup etkin. Beni görek tutuvar. Ben sizler bilen birli baray. Ben sizler bilen birli mansam go. Hatırcan bolasızlar. Çapsan bulunla. Anamni koyup etanla. Korkup atamız he? Koralını taşlap teslim bol. Hüsencan hamakat çıkınma. Ben kayırdım ula bilen keteyiverey. Hüsencan yıkın kemme. Ağlıdın mı yıkın kemme. Anamni koyup eteş. Tosa! Topla Zirek! Ne olacaksan beni atmazsa! Boldi, oynatıldı mı? Yani bu maşını ben sana bir okulalı patladı mı? Ağır kimle maşinesi? Çalsan buraya kayıp gel! Kes bul! Şevinci, Niyaz! Ben bu maşını silah vereyim. Buna kılaylı. Ulan aval adam yok yağı biri varsın. Benim başkası uğurlaştırsın ben. Makul. Şevinci. Niyaz. Biz telefонla koşulduk. Mava efendim sizlerge maşina haydap degan yanına apırıp koysun. Maşını edip gel. Ana! Ana! Çıkar! Hadi. Neymi kızınız? Anamını kaytırıp ben. Anamını kaytırıp ben deymi. Özüңni besib olgin Hüsencan. Nesaxon akimiz sening onang. Shundaqla ko'pchilikning hurmatiga sazovor bo'lgan bir ona. Uning jinoyatchilarning ziyon zahmat yetkazishiga yo'l qo'ymaymiz. Shundaq. Osmonda to'r, yerda qopqonimiz bor. Jinoyatchilar hargiz qochib ketamaydi. Hasanjanmi onanglarni qutuldirib qilish uchun shunday qildi emasmi? Ha? Fukam. Onimizni cho'qim qutqizamiz. Tezroq haydamamsan? Elimiz 80'lik gidip atlandı. 100'lük çıkar. Yak, 120'ge. Çak çakın var. Başını katı sıkınsa, belandık avlet patlak etmemdi. Onu oynaşkır olmaydı.
o'xshash jam bilan o'ynashmayman. Xudo qilmay mashina tuzaydi. Mashina tez bir tarafini qo'yma. Nöldü 5. Dikkat bilen to'sanglar. Ar yo'lda qochirib qo'ymanglar. Tez qo'ymaylik. To'xta! To'xta! Hüseyincan, onu hoşa keltirib, ahvolini so'rab baq. Ma'qul. Xoliq. To'xta! Qurol tashla. Tez. Shamol dönge. Meni qo'yib Ha? Oğlum keldi. Yalnız böyle. Teslim bol. Yaxshi. Teslim bol. Men bular bilan hisoblashmoqchidim. Ana. Bolalarım, İsa'la, bana qaramay, ok chiqaringlar. Tez ok chiqaringlar. Yaxshi. Bir o'lik odam hamman kapsan. Qinota, atmamsa. Hozir men 3 kishi sanayman. Sizlar atmasanglar, mana men ataman. Başladım, sanaklı başladım. 1 2 3 Ana! Hasancan. Aka! Hasancan. Ana! Hasancan. Benim oğlum. Aka! Dikkat kıl! Atları ula süreyim. Aka!
Mahkam tutqin. Sencan. Chiqdi. G'ayrat qil. Aka, qo'lingni mag'ba. Kuchab tortinglar. G'ayrat qil. Ana. Aka, kam. Sencan. Ana. Ana. Balam. Yaraysan Hasanjon. Yaraysan. Mana bu bizning tug'ilgan kunimizga qilgan sovg'amiz.